Assalomu alaykum. Toshkent avtovokzal ichida joylashgan ikkinchi qavatda Yusufjon agro yuksalish mehmonxonasidamiz. Kelib, dam olib, xordosh chiqarib ketsanglar bo'ladi. Hamma sharoitlarimiz bor ichida. Hozir video davomida ko'ramiz. Bu avtovokzalni yuqori qavatida joylashgan, sharoitlari juda ham yaxshi. Tashkilotchilari ham xushmuomala, jiddiy qaraydi, o'z ishiga mas'uliyatli. Boshqalarga ham shu mehmonxonaga murojaat etishni tavsiya etaman. Men To'yson fuqarosiman. 2 kundan beri shu mehmon bo'lib yuribman. Bugun mehmonlarga abizatni tavsiya qilaman. Kelsin, sharoitlari yaxshi, muomala qilishlari, hamma qulayliklari yaxshi.